Hamma uyda topiladigan 4-5 ta mahsulotdan juda ham yumshoq va ko'rinishlari ham chiroyli bo'ladigan iftor dasturxoniga tayyorlasangiz hamma sizni duo qilib yeb oladigan pirog retseptini o'rgataman. Birinchi bo'lib qattiq ustiga soda solib, aralashtirib chekkaga olib qo'yamiz. Ungacha tuxum bilan shakar aralashtirib, keyin qatiqni ham ustidan qo'shamiz. Ketidan yog', un, razrihlitel qo'shib, xuddi shunaqa massiga keltirib olamiz va ikkita bir xil idishimizga teng moslab sog'olamiz. Yog'langan qolipimiz ustidan massani bir qismini solamiz. O'rtasiga xohlagan nachinkalardan foydalansanglar bo'ladi. Menda bugun tvorogli nachinka. Ikkinchi qismini ustidan solib, tekislab, ustiga xohishga ko'ra yong'oq sepib pishirishga yuboramiz. Pirogimiz pishguncha bolalarim bog'chada yag'ariston qilib kelgan kiyimlarini Simpsons gel va kapsulalari bilan oppoq paxtadek qilib yuvib tozalab olaman. Simpsons mahsulotlari juda ham sifatli va hidi ham juda ham xushbo'y. Agar siz bu gel va kapsulalarni ishlatsangiz, sizga hech qanaqangi konditsioner va yumushlar umuman kerak bo'lmaydi. Siz ham albatta shu retseptdan foydalanib ko'ring.